Xorazmdagi eng katta o'g'illik Ayf degan o'yin chiqib ketdi. Pul tikadi, bir necha barobar etib qaytaradi. O'ta tez muddatda moliyaviy piramida shunga o'xshagan qimorlarni eng ko'p aldanadigan odam oddiy xalq bo'lib chiqadi. Boy millionerlarning hech qaysi aldanmaydi. Shu narsa kerakmi, unga ehtiyoj yo'qmi? Biladi uni oxiri nima ekanligini. Moliyaviy piramidani o'zi o'yinini qoidasini chiqarishligi. Boshdagi 5, 6, 10, 15 odamga bergan pulni qaytarib berasiz, keyin 150 ming odam pul tikadi. Keyin hammasini lasdan ketasiz. Bu ko'rinib turgan narsa. Shunga odamlar ishonib, ancha pulni yo'qotdi. Milliardlagan pul yo'qolib ketdi. Eng ko'p O'zbekiston bo'yicha shu o'yinda 30 g'alla Xorazm ekan. Mana sababi nima desa, bu baribir borib ota-onalarda qoladi. Asosiy moliyaviy savodxonlikni bolaga o'rgatmagandan bo'ladi. Pulni boshqarishni chiqiladi, risk novi, oqim novi. O'zim guvohi bo'lganim, uyini sotib, ayfa dikib bergan, 400 million so'm qarza kirib ketgan. 2 milliard so'm, 1 milliard so'm qarza kirib ketganlar, o'zini o'ldirganlar bor, mashinani sotib turib qo'yganlar bor, galillar nechasini, qaynoqatasini pulini, erning pulini o'ynab yo'qotib bergan, o'zini o'zi cho'ktirib o'ldirgan. Bank xodimlari odamlarning pensiyasini pulini olib turib ishlatib bergan, ayf yopilib ketgandan keyin ana qamalib ketdilar. 1000 so'm tikib 100 ming so'm oladan biznes bormi o'zi? Yo'qmi uning biznes? Shunga o'xshagan, ya'ni moliyaviy savodxonlikni bolalar o'rgatilmagani uchun pul uzilyapti. Oladi bu yandan uyini sotadi, yangi o'ynadi qadi. Qimorni shunga o'xshagan shunday o'yinlarni hamma vaqt bo'ladi, boshqa mamlakatlardan bo'ladi. Shu narsalarni ko'rsatib o'rgatilmagan, aytilmagan. Moliyaviy piramida degan narsa novi o'zi, qimor novi narsa o'zi. Nishatib odamlarni jalb etadi. Bunga kimlar aldanadi? Moliyani, pulni, iqtisodni o'rgatilmagan, ya'ni iqtisodiy savodxonlik yo'qligi uchun, o'rgatilmaganligi uchun bola aldanib yuraveradi. Farzandlari, bolalara yosh vaqtdan pulni boshqarishni o'rgatish kerak. Moliyaviy piramida novi, qimor novi, ribo novi, o'z umuman halol tijoratni